Dadasi menga qarang, bu yil hosilimiz ham yaxshi bo'lmadi. Endi shu suvga ham pul berib o'tiramizmi? Yerlar qaqshab yotibdi. Nima qil deysan? Shu hisoblagich o'lgurni orqaga aylantiribmi, bir yerni tagidan suv o'tkazibmi qilsangiz bo'lmaydimi? To'g'ri aytasan lekin. Men doim to'g'ri aytganman. Ba'zi bir fuqarolar o'zlaricha puxtalik qilib suvdan noqonuniy tarzda foydalanish haqida o'ylashadi-yu, ammo bu uchun qonunda jarima hamda javobgarlik borligini unutib qo'yishadi. Buxoro shahar Mahosa mahallasida olib borilgan navbatdagi reyd tadbirida fuqarolarning xonadonlari birma-bir ko'zdan kechirildi. Noqonuniy ulanish. O'zboshimchalik bilan ichimlik suvi tarmog'iga ulanib olgan fuqarolar navbatdagi manzilda ham uchradi. Fuqarolar bo'sh turgan maydonga mehr berib ekinlar ekishdi. Albatta yaxshi, ammo buning uchun suvdan o'g'rincha foydalanish shartmikin? Reyd tadbiri davomida Shifokorlar ko'chasida 2 dona ichimlik suviga noqonuniy ulanish aniqlangan bo'lib, belgilangan tartibda Buxoro suv ta'minoti AJ xodimlari tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, yetkazilgan zarar summalari hisoblandi. Hamda inspeksiya xodimlari tomonidan belgilangan tartibda Ma'muriy kodeksning 163-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shu kuni o'zboshimchalik bilan ulangan barcha quvurlar suv tarmog'idan uzildi. Dalolatnomalar rasmiylashtirildi. Darvoqe, siz ham uyingizda mavjud bo'lgan hisoblagichlarni ora-orada mana shunday nazoratdan o'tkazib turing. Sababi ular ehtiyotsizlik sabab buzilib qolsa ham suvdan noqonuniy tarzda foydalanayotgan hisoblanasiz.